Demak, boshladik 19-savol. C taqsim D'ni, ya'ni bu ikkita mollarini narsasini toping deyapti, nisbatini. Demak, kislotalar to'liq neytrallash uchun zarur bo'lgan gaz gidroksid miqdori talab etiladi. Kislotalar demak miqdori A hamda B. Vodorod ionlarining soni X bo'lsa X, ya'ni ikkalasi ham bir xil mol nisbatda olingan ekan vodorodlari. Xo'p, demak, birinchi o'sha reaksiyasini yozib turaylik. Birinchi gipofosfit H3PO2 plus gaz gidroksid bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, bilib olinglar, gipofosfit demak bir negizli kislotalik uchun kalsiy gipofosfit chiqadi. Bu nomlashda kalsiy dihidrogipofosfit deb nomlanmaydi. Bunda bitta vodorod bo'layotganligi uchun. Xo'p, endi plus bu yoqda H2O chiqadi. O'z-o'zidan bu yerga 2 qo'ysam, reaksiya teng. Bu yerda 2 mol suv chiqar ekan. Xo'p, endi nargisi bo'yicha yozaylik. H3PO4 o'rta fosfat kislota yoki fosfat. Yo'q, bu o'rta fosfat emas ekan. PO3 ekan. Fosfat kislota bilamiz, bu 2 negizli kalsiy gidroksid bilan reaksiyaga kirishganda kalsiy chiqadi bu yerda. Xo'p, kalsiy fosfat chiqadi. Xo'p, demak bu yerda 2. Xo'p, endi bundan suv chiqadi. Demak, bu yerda o'zir xato qilib ketdim hozir. Kalsiy fosfat bo'ladigan bo'lsa, bu bo'ladi. H2O. Chunki bu 2 negizli, ya'ni bu ham 2 negizli, bu ham 2 negizli bo'lyapti. O'shaning hisobiga shu chiqadi. Endi kalsiy gidroksid mollarini topishimiz kerak ekan. Demak, 1 ga 2, 2 ga 1, 1 ga 1 ketyapti. Dastlab ikkalasi dissotsiyalangan. Ya'ni misol uchun H3PO2 alfa 100% ionlarga parchalanadigan bo'lsa bitta vodorod, keyin bu yoqda gipofosfat anioni hosil bo'ladi minusda. Bundan H3PO2 reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, hop chiqadi ekan. Demak, ikkita vodorod plus HPO3 chiqadi, 2 minus. Demak, ikkalasi bir xil mol bo'lishi uchun buni 2 mol desam, o'z-o'zidan buni ham 2 mol deyman. Shunchaki mana buni X larni 2 moldan deb oldim. Bu ham 2 mol. Demak, 2 dan bu 1 mol. 2 dan bu 2 mol o'tadi. Demak, bu fosfatimiz 2 mol ekan. Kalsiy gidroksidimiz 1 mol ketyapti. Bunimiz 1 mol ekan. Kalsiy gidroksid bilan 1 mol ketyapti. 1 taqsim 1 1 ga teng bo'ladi. Javob A javob ekan.